Islom, peshonang bilan ko'zingga nima qildi bacham? Uydagi kachuqlarga uchratuvdimki, sharaq qilib tushdimki, peshonam qonadi. Uyda Dilshod bormidi? Madina bormidi? Nimaga senga qarashmadi? Ayang uydamidi? Ha? Yo ayang uchma, sekin degan ham quloq solmadingmi? Ayam ish qilayotgandilar. Ha. Madina bilan Dilshod nima qilyotdi o'sha vaqt? O'ynayotdi. Shunday yiqilish mumkinmi? Nima deb o'ylaysan? Yo'q. Ha? Umida Zulmatovna hozir qanday holatga tushdi bilasanmi? Niday bor ko'zingga bir gap bo'lsa yoki boshingga bir gap bo'lsa, nima bo'laydi keyin? Qonardi. Qonash bitta. Beko'z qolsang mana yiqilgan vaqting sekin mumkin emasmi albochga uchish? Ha? Mana ko'zing bilan ko'zing bittasi ko'r bo'lib qolsa, keyin nima qilasan? Ko'ra olmayman. Ha, ko'ra olmaysan. Shuni istayapsanmi sen? Yana shunday kachalarga minib shunday uchasanmi? Yana aytganini qilmaysanmi? Ha? Agar shunday yiqilayotgan bo'lsang, ko'zingni peshonangni shunday yorib kelayotgan bo'lsang, qaytib uyingga bormaysan, shu desatka yashaysan. Tushundingmi? Tushundingmi gapimni? Eshitmayapman. Ha. Qaysing uyga yiqilib shamollayotgan bo'lsang, hammang eshitib qo'y. Qaysing uyga yiqilib shamollayotgan, peshonangni qirib kelayotgan bo'lsang, hammangni sherga bog'chaga uxlataman. Hech qaysing bog'chadan ketmaysan keyin. Tayyormisizlar shu narsaga? Ana shunday gap, hammang eshitib qo'y. Всё, Jobir пришел.